6 tona uyga umniy kotel qo'yaymi, sapok kotel qo'yaymi deb ko'pchilik so'raydi. O'shunga mana diplomat kotellarimizni uстановка qilib qo'yib, yonish jarayonini ko'rsatyapmiz. O'tlar past bilan aylanadi. Ko'pchilik uyda pechkalar o'zi почти прямой bo'ladi. Yana yonganiga 20 minutdan o'tib oldi. Nasoslarimiz o'chik. Obratkalari keldi. 20 minutdan o'tib obratkasi keldi уже. Bu obyektimiz oldin videosini chiqardik, qancha rasxod ketishlarini va hozir uyda obyekt bilan tanishtirib o'tamiz. Sistemalarimiz samotyok qilib topshirildi, polniy nasoslari o'chik. Va sistemamiz bilan tanishtiramiz. Bu tomonda bitta spalni, bu tomonda ham bitta kattaroq xonasi bor. Pechkaning orqa tomoni koridorimizga qo'yilgan va pechkaning orqa tomoni ham radiator qo'yildi. Mana pechkamiz orqasi mana avariyaga bunday взрывной безопасныйga qo'yilgan. Sistemani ko'pchilik so'radi. Bu tomonda bitta katta zalimiz bor. 3 ta radiator qo'yib berilgan. Sistemalar polniy uyning ichi bilan aylanadi. Ko'pchilik shu sistemasiga qiziqadi. Uyda tepasi tom tepasi bilan aylanmaydi. Qishda muzlamaydi. Shu 6 xona uyimizga, men koridor bilan 6 xona 180 ming atrof pul ketdi. 180 ming so'm bilan polniy bitdi, materiallar bilan ustuvga hammasi ichida. Sistemalar samotyok, uyning ichi bilan aylangan, ko'rdinglar. Ishlarga polniy javob berib, garantiya qilib beriladi. Adreslar Jallovotda, telefon nomeri ekranda, profilda ham bor. Bizning kanalga yangi bo'lsalar, obuna bo'lib, podpiska qo'yishni unutmanglar.